Acize 3. qism. Azizlarim, hikoya yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Aziz qo'llarini qizning iyagidan pastga tushirib, muloyim ammo tahdidli ohangda gapirib, "Maxluqlardan qo'rqaman. Unda bu suvni indamay ichgin." E'zoza qo'rqqanidan darrov suvni olib ichdi va yelkasi qaltirab yig'lab yubordi. Aziz esa uning tanasiga qarab, ko'zlarini qisib, o'zicha kuldi. "Yomon emas", deb pichirladi u. E'zozaning ko'zlari yumilgancha jim yotardi. Aziz esa uni bag'riga olib, hammomdan chiqdi. Xonadagi bezatilgan to'shakka olib borib yotqizdi. So'ng hammom chirog'i bilan birga xonadagi yorug'likni ham o'chirib qo'ydi. Qaytib kelganida E'zoza allaqachon uxlab qolgan edi. "Chiroyli qizlar menga yoqadi", deb shivir qildi Aziz. Ertala tong Aziz ko'p qavatli binoning balkonida turib, tonggi quyosh chiqishini kuzatayotgan paytda telefoni jiringladi. Ekranda ona degan yozuv ko'rinib, biroz ensasi qotdi. "Alo", dedi Aziz go'shakka javob berarkan. "Bolam, yaxshimisan?" dedi onasi. Farangiz xolaning tanish ovozi eshitildi. "Yaxshiman, oyijon. Otang bilan yana urushdingmi? Aytdim-ku bolam, otangning asablarini buzma. Qon bosib yana oshib ketadi. Otam o'zi meni ko'ra olmaydi. Har gal xato bo'lsa, aybni menga to'nkaydi. Go'yoki men hayotga noto'g'ri kelganman. Men ularning doim aql o'rgatishlarini istamayman." Aziz onasining gaplarini eshitishni istamay, go'shakni qo'yib qo'ydi. Ammo oradan ko'p o'tmay kelgan xabar jahlini yana qo'zg'adi. "Kecha tunda yotgan pastelni kelinga ber. Hozir uyingga ketyapti." Aziz bu xabarni o'qib, tishlarini g'ijirlatdi. Labida sovuq tabassum paydo bo'ldi. Aytgancha, "Meni jinni xotinim bor edi-ya. Meni sal qolsa o'zimni yolg'izman deb aldamoqchi bo'lar edim." Ha. Aziz o'zining bu gapiga kulib, xonaga qaytib kirdi. Hech narsadan xabari yo'q, hech narsani anglamaydigan xotini esa haligacha uxlab yotardi. Aziz xonaning bir chetida turgan savatdan pastelni oldi va xonadan chiqib ketdi. Oshxonaga borib, bir paketni olib, pastelni joyladi. "Ahmoqona urf-odatlarga kimga kerak o'zi?" deb o'ldiradi Aziz, tushunmagan ohangda. E'zoza ko'zlarini tushga yaqin arang ochdi. Qorni och va o'zida g'alati o'zgarishlar bor edi. O'rnidan turib, xonani kuzatdi. Hech kim yo'q edi. E'zoza ustida kiyimi yo'q ekanidan hayron bo'ldi. Ammo ahamiyat bermay, shkaf yoniga bordi. Ichini ochganida turli chiroyli ko'ylaklar bor edi. E'zozaning ko'zlari quvnadi. Qizlik uyida uning otasi ko'ylaklar olib bermasdi. Ko'chaga chiqarmasdi. Hozir esa bir dunyo malikalarnikidek sarpo uchun qo'yilgan ko'ylaklarni kuzatib turardi. Ko'ylaklarni tanlashga ikkilanib turgan vaqtda eshik ochilib, ichkariga Aziz kirib keldi. E'zoza ortiga qaraganida Aziz eshik yonida to'xtab jim turgandi. Hayratda turgan Aziz miyig'ida kulib qo'yib shkaf yoniga keldi. "Ayya, kiyim kiyib ol, bunday yurmaydi erni yonida", dedi Aziz o'zini kulgudan to'xtatishga urinib. Mana buni kiyib ko'r. Qaragin, senga yarashadi menimcha." Aziz bir kiyimni orasidan tanlab olib E'zozaga ko'rsatdi. E'zoza kiyimni olaman deganida Aziz E'zozani o'ziga tortib, qattiq quchoqlab oldi. "Hozir kelinoyim keladi. Aqlli qiz bo'l, xo'pmi?" Aziz kulib, E'zoza yuzidan o'pib, xonani tark etdi. E'zoza turgan joyida dong qotib,
yuzini ushlagancha uyalib ketdi. Zinalardan nolib chiqayotgan Azizning katta kelinoyisi har bir qadamida tiliga kelgan odamlarni qarg'ab qo'yardi. Tushmagur, ahmoqlara liftni ta'mirlab balo bormi? Bizda vaqtimizdagi sirning liftlari haliyam bor. Bularniki tez buzilib qolar ekanda doim. Ko'nglimni ko'chasi, xohlaganini qilishadi bular. Nozima kelin qo'lidagi yuklar bilan yana bir qadam tashlab, tortib, qo'lidagilarni yerga qo'ydi. Hayronman oyijon, hamdega aynan meni yubordi. Anavi ilonchi, u doim ish qilmay, tilyog'lamachilik qiladi. Oyijonni issiq sovuq qilib olgan bo'lsa ham ajab emas, hayron qolmasdim. Faqat men bu dunyoda Xudodan qo'rqamanmi? 200lamachilar bir kami kichik kelinga ham xizmat qilaymi endi? Nozima kelin kerakli qavatga chiqqach, uf dedi. Qo'lidagi og'ir yuklar bilan endi uyga kirmoqchi bo'lganida sumkasidagi qo'l telefoni jiringlab qoldi. Keraksiz vaqtda qo'ng'iroq qilayotgan kim ekan? G'ingshib dedi Nozima kelin. Qo'liga eplab telefonni olsa, ovsini Ma'suma ekan. Ilon, nega qo'ng'iroq qilibdi-ya bu? Ma'sumaning qo'ng'irog'iga javob bergisi kelmasa-da, Nozima xohlamaygina yashil tugmani bosdi. Ishingiz bormi menda? Qo'ng'iroq qilyapsiz? Voy Ovsinjon, meni kutmay ketib qolibsiz. Men ham kelinni ko'rib kelgim bor edi. Suzilib dedi Ma'suma kulgancha. Yo'q, sumkalarni ko'tararmidingiz? Kelsangiz, siz ortiqcha g'am bo'lasiz menga. Undan ko'ra qorangizda pisib o'tiring. Nozima kelinning asablari buzilib, qizilni bosib qo'ydi. Suv ilon, kelmasligingni bilaman-ku. O'yining menga o'tmasa-da, doim aql o'rgatasan. Nozima tabiatan ochiq va dilidagi tilida bo'lgan kelin edi. Nima xato bo'lsa, kimni suymasa darhol aytardi. Bu tarafni esa faqat qayin ukasi Aziz hurmat qilardi. Nozima bir safar Ma'suma bolasini qo'lini bexosdan kuydirib qo'ygani sabab sochidan yulib adabini bergandi. Ma'suma o'shanda Nozima qizining qo'lini kuydirishiga, qizining sochiga Nozimaning qizi bit tushirgani sabab bo'lgan. Alamini sezdirmay olaman degandi. Lekin turli xilay gaplari Nozimaga kelganida o'tmasdi. Farangiz xola ham Nozimaga dakki bera olmasdi. Judayam gapga chechan, bir gapi bilan agar jahli chiqsa, bosib qo'yadigan ayol edi. Nozima eshikni ochib, ichkariga kirib, uyga nazar tashladi. Na parda ochilgan bu uyda va na Nozima gapini davom ettirmasdan oshxonadan Aziz chiqib keldi. Azizni ko'rgan Nozimaning ko'zlari quvnadi. Mening pahlavon ukam yaxshimi? Dedi Nozima kelin qo'lidagilarni kiraverishdagi stolga qo'yib. Kelinoyi, yaxshi o'zingiz kelibsiz. Yana kim kelardi? Azizjon, anavi kelinoyingiz bir joyga boradigan emas. Oyingiz esa injiq. Kelin kuyovni yo'qlagani o'zim boray dedim-da. Ha, rahmat, dedi Aziz uyga alanglab qarar ekan. Nozima kelin bilan Azizning orasida 8 yosh bor edi. Azizning hurmati oilasida asosan Nozima kelinosiga balandroq. Hatto ichgan vaqti ham kelinoyisi ursa gapirmasdi. Dadajon bugun sizni juda ko'p esladi, dedi Nozima kelin qo'liga yolpig'ich olib. Ha, taxmin qilgandim. Kelin bola qani? Bir ko'raylik endi. Uyalmasdan chiqsin yonimga. Pand nasihat berib ketaman. Jinni bo'lsa ham tushunar, to'g'rimi? Aziz kelinoyisining gapidan so'ng chindan xonadan xotini chiqmaganini esladi. Hozir chaqiraman, dedi Aziz. O'rnidan turib ketgan Aziz to'g'ri xonasiga bordi. Xonaga kirmoqchi bo'lib eshikni ochaman deganida, narigi tomondan eshik ochilib, ochiq chehra bilan E'zoza chiqib keldi. E'zoz, Aziz E'zozaning o'ziga yarashgan do'ppisi va tabiiy go'zal yuziga mahliyo bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, salom berdi E'zoza egilib, qo'lini ko'ksiga qo'ygancha. Va alaykum assalom jinnivoyim.
Azizning ko'zlari o'ynab kulgancha xotiniga shahvat bilan qaradi. Aziz yana bir nima deb gapirmoqchi bo'ldi-yu, ortidan kelgan kelinoyisi uni turtib o'tib E'zozani ikki yuzidan shaxt ushlab betlaridan o'pa ketdi. To'y kuni yuzini ochtirmagandingiz Aziz. Endi ko'rdim qizni. Jinni bo'lsa ham oydek qiz ekan. Har holda ma'sumalik chaplanib bo'yanmas ekan. O'pishkar ziyulik ekan. Ha, o'pishkar ziydi. Bir onda xayoli buzilgan erkak E'zoziga yeb ko'gudek qaradi. Azizjon, men shu yerdaman. Ketsam bemalol bo'lasizlar. Ana buni olib chiqing, oyijon so'ragan. U siz qaytmasligimni aytgan bilasiz. Tekshirtirishgacha ham borishi mumkin. Haqiqiysini olib chiqing. O'zingizga istalikka qolmaydigan bo'ldi esiz. Hech qisi yo'q. Ongimda qoladi baribir o'sha lahzalar. Aziz boyagi kelinoyisi gapiga qo'pol qilib aytganda tupurib qo'ygandek atayin E'zozani birdan zo'rlab lablaridan o'pdi. Ularni chetda ko'rib turgan Nozima kelinning tabassumda turgan ikki yuzi o'zgardi. Xotinini jinni desam, eri ham qolishmaydi, pichirladi Nozima kelin. E'zoza tipirchilab, nafas ololmay, hozir bo'layotgan ishlarga tushunolmay, yig'lab yuborishiga sal qoldi. Nozima kelin bularni ko'rib turgisi kelmay, chetda turgan, qora paketda turgan pastelni ko'rib uh tortdi. Men nimani kutdim? Shu yerda ekan-ku, qo'ng'illadi Nozima kelin. E'zoza harakat qilib, Azizning quchog'idan chiqishga urindi. Aziz E'zozani ozod bo'lish uchun tipirchilayotganini ko'rib, kulgancha qo'yib yubordi. Mitti qushcham, dedi Aziz tirjayib. Aziz o'ynoq ko'zlarini xotinidan olib, chetda paketni olayotgan kelinoyisiga qaradi. Ketasizmi? Nozima kelin paketni olib Azizga qaradi. Ko'z qiri bilan esa esankirab turgan E'zozani kuzatdi. Ha, uyga boray, bolalarni maktabdan keladigan vaqti ham bo'lib qoldi. Mayli Azizjon, yaxshi dam olinglar. Yaxshi boring kelinoyi. Aziz E'zozidan ko'z uzmay kelinoyisi bilan xayrlashdi. Xayr mehmon, dedi E'zoza chiroyli jilmayib. Xotiningning tabassumi chiroyli ekan. Eshikdan chiqishdan avval maqtadi Nozima kelin. Aziz oshxonada bugun kun bo'yi E'zoziga qanday choy damlash kerak ekanini o'rgatdi. Boshida choy damladiganida E'zoza choynakni olib kelib, bo'sh choynak bilan piyolaga quygandek o'yin qilgan edi. E'zozani avvalo yaxshigina urdi. Qizni yig'latib, so'ng o'zi avrab yupatdi. Aziz keyin E'zozaga iloji boricha yaxshi gap bilan o'rgatishga harakat qilib, choyni gazga qanday qo'yish kerak ekanini uqtirdi. E'zoza boshida choyni damlay olmadi. Gazni shundoq gugurtsiz yoqib, choynakni qo'yganida Azizni shu qadar qoni qaynadiki, bugungi kun E'zozani urmaslikka harakat qilish bilan o'tdi. Kechga yaqin Aziz tuvini turli kanallarga olib, divonda charchab o'tirardi. Bugun Aziz o'zi uchun ovqat qilib, ilk bor o'ziga o'zi xizmat qildi. Qo'shimchasiga E'zozaga ham. Hoy yostiqli ahmoqona, buchangdan chiqarsan balki, dedi Aziz o'zidan uzoqda bo'lmagan yostiqlardan qurilgan uychaga qarab. Bu uyga emas, bu mening saroyim. Yostiqlar ortidan yumshoq ovoz eshitildi. Saroy? Tuvini ovozini pasaytirib dedi Aziz. Ha, bu saroy. Xo'sh, sen saroyda kim bilan yashaysan? Menimi? Jinni katta xilang bo'larmidi? Pichirladi Aziz. Ha, sen kim bo'lib yashayapsan yostiqlar orasida? Takror so'radi Aziz. Bular devorlar, men shu saroyning qirolichasiman. Aziz o'tirgan divanidan turdi. Ko'zlari qorong'u shahvoniy hislar va g'alati kulgu bor edi. Agar saroyingga hujum qilsam, nima bo'ladi? Bilmasam, kel o'zim aytaman. Men saroyga buzib kiraman va senga ikkita yo'l beraman. Birinchi yo'l, xalqingni asrab qolish uchun meni qirol qilib men bilan yashaysan. Ikkinchi yo'l esa o'zingga qo'shib xalqingni ham asir qilib olaman. Tanla. Aziz yostiqli uch yoniga keldi.
Bütün boshli sarpoga berilgan yostiqlardan ucha qurgan xotinini qilig'idan kulib qo'ydi. Unga bu juda qiziq tuyulardi. Aziz qizlari bilan juda ko'p yurgan. Asosan o'zini ehtiyojlari uchun qizlardan foydalanardi.